Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim har bir oilaga, har bir ishlayotgan odamga, pensionerga, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqaroga va hatto hali yosh bo'lsa ham kelajagini o'ylayotgan insonlarga tegishli masalani tushuntirib beraman. Gap 1 iyuldan pensiya jamg'armasi tizimida odamlar uchun yoqimli bo'lishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar, to'lovlar, qayta hisob-kitoblar va pensiya masalasidagi muhim yangiliklar haqida ketadi. Bu ma'lumotni o'tkazib yubormang. Chunki ko'pchilik aynan shunday yangiliklarni bilmagani, o'ziga tegishli pul vaqti bilmagani uchun o'ziga tegishli pul vaqtida ola olmaydi. Hujjatini kech topshiradi yoki pensiyasi noto'g'ri hisoblangan yillar davomida sezmay yuradi. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Men bugun hammasini oddiy tilda misollar bilan kimga tegadi, kimga tegmaydi, qayerga borish kerak, qanday hujjat kerak, nimalardan ehtiyot bo'lish kerak, barchasini ketma-ket tushuntiraman. Avvalo masalaning ildizini tushunib olaylik. Odamlar pensiya jamg'armasi deganda ko'pincha faqat har oy pensionerlarga pul beradigan tashkilotni tushunadi. Aslida bu tizim bundan ancha kengroq. Bu yerda yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqalar, staj masalalari, ish haqi ma'lumotlari, sug'urta badallari, mehnat daftarchasi va elektron bazadagi ma'lumotlar bir-biriga bog'langan. Oldin qanday edi? Oldin odam pensiya yoshiga yetganda ko'pincha o'zi yugurardi. Mehnat daftarchasini ko'tarib yurardi. Eski ish joylaridan ma'lumotnoma izlar edi. Arxivga borardi. Ayrim joylarda hujjat yo'qolgan bo'lardi. Ishlagan yillari bor, lekin bazada ko'rinmaydi. Maoshi yaxshi bo'lgan, lekin tasdiqlovchi hujjat topilmaydi. Natijada odamning pensiyasi kamroq hisoblanishi mumkin edi. Yana bir muammo, pensiya tayinlangandan keyin ham ayrim qo'shimcha ma'lumotlar aniqlansa, qayta hisoblash uchun odamning o'zi murojaat qilishi kerak bo'lardi. Endi esa tizim bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Elektron ma'lumotlar, idoralararo almashinuv, avtomatik tekshiruvlar, qayta hisob-kitoblar, ayrim to'lovlarni ortiqcha ovora qilmasdan amalga oshirish tartiblari kengaymoqda. Iyuldan kutilayotgan yoki amalda qo'llanayotgan eng yoqimli jihat shuki, pensiya jamg'armasi bilan bog'liq ayrim jarayonlarda fuqaro uchun qulaylik oshadi. Hujjatlarni kamroq ko'tarib yurish, ayrim ma'lumotlarni bazadan olish, to'lovlarni aniqroq hisoblash, pensiya va nafaqa oluvchilarning huquqlarini tezroq tiklash imkoniyati paydo bo'ladi. Men buni oddiy qilib aytaman. Agar siz pensioner bo'lsangiz, pensiyangiz qayta ko'rib chiqilishi mumkin bo'lgan holatlarni bilishingiz kerak. Agar siz hali ishlayotgan bo'lsangiz, bugungi ish stajingiz va rasmiy oyligingiz ertangi pensiyangizga qanday ta'sir qilishini tushunishingiz shart. Agar sizning ota-onangiz, bobo-buyingiz pensiya olayotgan bo'lsa, ularning hujjatlari to'liqmi? Ish staji to'g'ri kiritilganmi? Bank kartasi, yashash manzili, nogironlik yoki boshqa imtiyozli holatlari to'g'ri aks etganmi? Tekshirib qo'yish kerak. Eng birinchi guruh bu hozir pensiya olayotgan fuqarolar. Men ko'p uchratadigan holat shuki, odam pensiya olayapti, lekin pensiyasining qanday hisoblanganini bilmaydi. Masalan, men 35 yil ishlaganman, lekin qo'shnim mendan ko'proq oladi deydi. Bu yerda faqat staj emas, ish haqi, rasmiy ishlagan davr, badal to'langan davr, imtiyozli staj, qo'shimcha ustamalar va boshqa omillar ham hisobga olinadi. Shuning uchun kimningdir pensiyasi ko'proq bo'lsa, darhol adolatsizlik bo'ldi deb o'ylamaslik kerak. Lekin shubha bo'lsa, albatta tekshirtirish kerak. Misol keltiraman. Deylik, opa 30 yil maktabda ishlagan. Pensiyaga chiqqanida uning bazadagi ma'lumotlarida 27 yil ko'ringan. 3 yil eski maktab nomi o'zgargan, davrga to'g'ri kelgani uchun hujjat to'liq kiritilmagan. Opa buni bilmay yuraversa, har oy kamroq pensiya oladi. Agar u pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, arxiv ma'lumotnomasi yoki ish joyidan tasdiqlovchi hujjat topshirsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bir oyda farq 100 ming so'm bo'lishi ham mumkin. 300 ming so'm bo'lishi ham mumkin. Bu yiliga 1 million 200 mingdan 3 million 600 ming so'mgacha farq degani. Kichik ko'ringan xato uzoq muddatda katta pulga aylanadi. Ikkinchi guruh bu pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar. Men ularga alohida aytaman. Pensiya yoshiga bir oy qolganda emas, kamida 1 yil oldin tayyorgarlik ko'ring. Mehnat daftarchangizdagi yozuvlarni tekshiring. Ishga kirgan va ishdan bo'shagan sanalar aniqmi? Muhrlar o'qiladimi? Tashkilot nomi to'g'rimi? Lavozim yozilganmi? Shularni ko'rib chiqing.
Agar siz 1990 yillar yoki 2000 yillar boshida ishlagan bo'lsangiz, ayrim ma'lumotlar elektron bazada bo'lmasligi mumkin. Eski korxona yopilgan bo'lsa, hujjat arxivga topshirilgan bo'lishi kerak. Ana shu arxiv ma'lumotnomasini oldindan topib qo'ysangiz, pensiya tayinlash jarayoni ancha yengillashadi. Masalan, aka 60 yoshga to'lishiga 3 oy qolganda hujjat yig'ishni boshladi. Ma'lum bo'lishicha, u 8 yil ishlagan zavod yopilib ketgan hujjatlar tuman arxivida. Arxiv javobi 25 kun, ba'zan undan ham ko'proq vaqt oladi. Yana ish haqi ma'lumotnomasi alohida kerak bo'lishi mumkin. Agar aka buni oxirgi haftada boshlasa, pensiya tayinlash cho'ziladi. Agar bir yil oldin boshlasa, hammasi tayyor bo'ladi. Shuning uchun bir yildan tizimda qulayliklar kuchaysa ham, fuqaroning o'zi ham befarq bo'lmasligi kerak. Uchinchi guruh bu rasmiy ishlamayotganlar yoki norasmiy daromad olayotganlar. Men juda ochiq aytaman. Bugun konvertda oylik olish yoqimli tuyulishi mumkin, lekin ertaga pensiya hisobida muammo bo'ladi. Rasmiy ish haqi qancha past ko'rsatilsa, kelajakdagi pensiya ham shunga ta'sir qiladi. Odam men baribir ishlayapman-ku deydi. Lekin pensiya jamg'armasi og'zaki gapga qarab emas, hujjat va elektron ma'lumotga qarab hisoblaydi. Agar ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, sizning stajingiz to'liq tan olinmasligi mumkin. Misol uchun bir yigit 10 yil ustachilik qildi, oyiga 6 million so'm topdi, lekin rasmiy ishlamadi. Ikkinchi yigit esa oyiga 4 million so'm rasmiy maosh bilan ishladi. Bugun birinchi yigit ko'proq pul topganday ko'rinadi. Lekin pensiya yosh kelganda ikkinchi yigitning staji va daromadi bazada turadi. Birinchi yigit esa tasdiqlashda qiynaladi. Shuning uchun men har doim aytaman, rasmiylik bu faqat soliq emas, bu kelajakdagi ijtimoiy himoya, pensiya nafaqa va huquq kafolatidir. 4-guruh bu nogironligi bo'lgan shaxslar. Boquvchisini yo'qotgan oilalar, yolg'iz keksalar va ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar. 1 iyuldan pensiya jamg'armasi tizimidagi har qanday qulaylik aynan mana shunday insonlar uchun juda muhim. Chunki ular har bir idoraga borib, navbat kutib, qayta hujjat topshirishga qiynaladi. Agar ma'lumotlar idoralar o'rtasida elektron almashsa, fuqaro uchun vaqt ham, yo'l xarajati ham asa ham tejaladi. Masalan, boquvchisini yo'qotgan oila bor. Ona 2 farzandi bilan qolgan. Farzandlardan biri kollej yoki oliy ta'limda o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda o'qish ma'lumotnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, boquvchining vafot etganligi haqidagi hujjat, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Agar ayrim ma'lumotlar bazadan avtomatik olinsa, ona idora yurmaydi. Lekin baribir u o'z huquqini bilishi kerak. Chunki ba'zan nafaqa yoki pensiya olish huquqi bor oila shunchaki bilmagani uchun murojaat qilmaydi. Xavotir olishi kerak bo'lganlar birinchi navbatda pensiyasi kutilgandan kam chiqqan fuqarolar. Agar siz ko'p yil ishlagan bo'lsangiz, lekin pensiyangiz juda past bo'lsa, buning sababini so'rang. Shunday ekan deb qo'l siltamang. Pensiya hisobida qaysi yillar olingan, ish haqi qanday hisobga kiritilgan, staj necha yil deb topilgan, qo'shimcha ustamalar bormi? Shularni aniqlang. Ikkinchi xavotirli toifa bu mehnat daftarchasida noaniq yozuvlari borlar. Masalan, muhr xira, tashkilot nomi noto'liq, sana ustidan tuzatish qilingan. Lavozim o'chib ketgan, ishga qabul qilish buyrug'i raqami yo'q. Bunday holatlar pensiya tayinlashda savol tug'dirishi mumkin. Oldindan aniqlab qo'ysangiz muammo yumshaydi. Uchinchi toifa bu uzoq yillar chet elda ishlaganlar. Agar siz chet elda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, xalqaro kelishuvlar, mehnat shartnomalari, badallar va hujjatlar masalasi alohida ko'riladi. Agar norasmiy ishlagan bo'lsangiz, O'zbekistondagi pensiya stajiga avtomatik qo'shilib ketadi deb o'ylamang. Chet eldagi mehnat faoliyati bo'yicha har bir holat hujjatga qarab baholanadi. Kimlar shoshilmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan, barcha hujjatlar elektron bazada to'liq ko'rinayotgan, stajingiz va ish haqingiz bo'yicha savol bo'lmasa, albatta vahima qilish shart emas. Lekin men baribir bir marta shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki tizimda xato bo'lish ehtimoli har doim bor. Ism familiyada harf xatosi, tug'ilgan sana noto'g'ri, pasport ma'lumoti yangilanmagan, bank kartasi bilan bog'liq texnik muammo, yashash manzili eski qolgan bo'lishi mumkin. Endi eng muhim joyga o'tamiz. Pensiya masalasida odamlar ko'pincha bitta narsani noto'g'ri tushunadi. Yangilik chiqdi, demak hammaga bir xil pul qo'shiladi deb o'ylaydi. Yo'q, bunday emas.
pensiya va nafaqa tizimida har bir fuqaroning holati alohida hisoblanadi. Kimningdir staji ko'payib, pensiyasi oshishi mumkin. Kimningdir hujjatida xato topilib, qayta ko'rib chiqiladi. Kimdir yangi to'lov turiga haqli bo'lishi mumkin. Kimdir esa hech qanday o'zgarish sezmasligi ham mumkin. Bu adolatsizlik emas, bu hisob kitobning individual bo'lishidir. Birinchi nozik jihat. Pensiya oshishi bilan qayta hisoblash bir xil narsa emas. Umumiy oshirish bo'lsa, belgilangan tartibda barcha tegishli toifadagi oluvchilarga qo'llanadi. Qayta hisoblash esa sizning shaxsiy hujjatingizda yangi ma'lumot paydo bo'lsa yoki oldin hisobga olinmagan davr tasdiqlansa amalga oshiriladi. Masalan, umumiy oshirish natijasida 80 ming so'm qo'shilishi mumkin. Lekin staj qayta tasdiqlansa, bundan tashqari yana qo'shimcha farq chiqishi mumkin. Aksincha, hujjat o'zgarmasa, faqat umumiy oshirish bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, hamma to'lov ham doimiy pensiya oshishi degani emas. Ba'zan bir martalik to'lov kompensatsiya farq puli oldingi oylar uchun qayta hisoblangan summa bo'lishi mumkin. Odam kartasiga odatdagidan ko'proq pul tushsa, pensiyam shuncha bo'lib qolibdi deb o'ylaydi. Keyingi oy yana eski miqdorga yaqin pul tushsa xafa bo'ladi. Shuning uchun tushgan pulning izohini aniqlang. Bu oylik pensiyami, qayta hisoblangan farqmi, kompensatsiyami yoki boshqa to'lovmi? Uchinchi nozik jihat. Bank kartasi va naqd to'lov masalasi. Ba'zi pensionerlar kartaga pul tushsa ham SMS kelmagani uchun pul yo'q deb o'ylaydi. Ba'zilar bank kartasining muddati tugaganini bilmaydi. Yana kimdir boshqa bankka o'tgan. Lekin pensiya jamg'armasidagi ma'lumotni yangilamagan. Natijada to'lov kechikishi mumkin. Bu yerda ayb doim ham jamg'armada bo'lmaydi. Shaxsiy ma'lumotlar yangiligi ham muhim. 4-nozik jihat. Ishonchnoma orqali pensiya olish. Keksalar ba'zan farzandiga yoki qarindoshiga ishonchnoma beradi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Ishonchnoma muddati, notarial tasdiq, pulni kim olayotgani, pensionerning roziligi, bular juda muhim. Afsuski, hayotda shunday holatlar bor. Keksa odam pulining qancha tushayotganini bilmaydi. Qarindoshi olib yuradi, lekin to'liq bermaydi. Men bunday vaziyatlarda pensionerning o'zi yoki ishonchli farzandi bankdan ko'chim olib, pensiya jamg'armasidan to'lov miqdorini tekshirish kerak deb hisoblayman. 5-nozik jihat. Ortiqcha to'lov va keyinchalik ushlab qolish. Ba'zan fuqaro biror o'zgarishni vaqtida xabar qilmaydi. Masalan, nafaqa olishga ta'sir qiladigan holat o'zgargan, o'qish tugagan, yashash joyi o'zgargan, huquq beruvchi asos bekor bo'lgan. Agar tizim keyin buni aniqlasa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun har qanday o'zgarishni yashirish kerak emas. Bugun yo'qimli ko'ringan ortiqcha pul ertaga qarzga aylanishi mumkin. 6-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya mavzusida men pensiyangizni oshirib beraman. Jamg'armada tanishim bor. 1 iyuldan hammaga pul tarqatilyapti. Hujjatingizni menga bering deydiganlar chiqishi mumkin. Hech kimga pasport nusxangizni, bank karta raqamingizni, SMS kodni, plastik karta PIN kodini bermang. Pensiya masalasi faqat rasmiy idora, Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali hal qilinadi. Agar kimdir pul evaziga tezlashtirib beraman desa, juda ehtiyot bo'ling. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz yoki ota-onangizning pensiya hujjatlarini tartibga soling. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, stir yoki JSH, diplom bo'lsa diplom. Harbiy xizmat hujjati bo'lsa, harbiy bilet, farzandlar bilan bog'liq hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha ma'lumotlar, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv hujjatlari. Bularni bir joyga yig'ib qo'ying. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Agar siz pensioner bo'lsangiz, pensiyam qanday hisoblangan, stajim necha yil deb olingan, qaysi davrlar hisobga kiritilgan, qayta hisoblashga asos bormi deb so'rang. Bu savollarni uyalmay bering. Bu sizning huquqingiz. Agar xodim tushuntirib bersa, yozib oling. Agar hujjat yetishmasa, aniq ro'yxatini so'rang. 3-qadam, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy elektron xizmatlardan foydalaning. Hamma ham internetdan foydalana olmaydi, lekin farzandingiz, nabirangiz, qo'shningiz yordam berishi mumkin. Elektron tizim orqali ayrim ma'lumotlarni tekshirish, murojaat yuborish, navbat yoki ma'lumot olish imkoniyati bo'lsa, undan foydalaning. Bu vaqtni tejaydi. 4-qadam ish stajingizni tekshiring. Agar siz
hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz, hozirdan ish beruvchingizdan rasmiy ishlayotganingizni, ish haqingiz rasmiy ko'rsatilayotganini, mehnat shartnomangiz borligini, elektron mehnat tizimida qayd borligini aniqlang. Keyin ko'ramiz demang. Keyin eski ish joyi yopiladi, rahbar almashadi, hujjat yo'qoladi, arxivdan topish qiyinlashadi. 5-qadam arxiv hujjatlarini oldindan oling. Ayniqsa Sovet davrida yoki mustaqillikning dastlabki yillarida ishlaganlar uchun bu juda muhim. Eski korxona nomi, joylashgan manzili, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, rahbar nomi bo'lsa, arxiv izlash osonlashadi. Arxivga murojaat qilganda iloji boricha aniq yozing. Qaysi yildan qaysi yilgacha ishlagansiz, qaysi bo'limda, qaysi lavozimda, qanday ma'lumot kerak? 6-qadam, bank kartangizni tekshiring. Pensiya tushadigan karta faolmi? Muddati tugamaganmi? Telefon raqamingiz bankda to'g'rimi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta yo'qolmaganmi? Shularni aniqlang. Agar karta almashtirilsa, pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar ham yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Pensionerlar ko'pincha texnik muammolar sabab pul kechikdi deb o'ylaydi. Aslida karta yoki bank ma'lumotida xato bo'ladi. 7-qadam, yozma murojaat qiling. Agar sizga og'zaki javob yetarli bo'lmasa, yozma murojaat bering. Murojaatda ism, familiyangiz, pasport yoki ID ma'lumotingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, muammo mazmuni aniq talabingiz yozilsin. Masalan, mening pensiyamni hisoblashda 1995 yildan 2001 yilgacha bo'lgan ish stajim hisobga olingan yoki olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Yoki pensiyam qayta hisoblanishi uchun qanday hujjatlar talab etilishini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman deyish mumkin. 8-qadam, javobni saqlang. Har bir ariza nusxasi, javob xati, arxiv ma'lumotnomasi, bank ko'chirmasi, pensiya hisob kitobi bo'yicha izoh, bularni yo'qotmang. Oddiy papka tuting. Bugun kerak bo'lmasa, ertaga kerak bo'ladi. Ayniqsa keksa ota-onangizning hujjatlarini tartib bilan saqlasangiz, kelajakda muammo kamroq bo'ladi. Bir holatni tasavvur qiling. 62 yoshli erkak kishi pensiya oladi. U 38 yil ishlaganman deb hisoblaydi. Lekin pensiya hisobida 32 yil chiqqan. Sababi 6 yil ishlagan qurilish tashkiloti keyin boshqa nomga o'tgan. Hujjatlar arxivda turibdi. U kishi arxiv ma'lumotnomasini olib kelgandan keyin staj qayta ko'rib chiqiladi. Natijada pensiyasi oshishi mumkin. Bu yerda iyul-iyuldan bo'ladigan qulaylik shundaki, ayrim ma'lumotlar idoralar o'rtasida tezroq atalmashsa, fuqaro kamroq sarson bo'ladi. Lekin hujjat umuman yo'q bo'lsa, baribir tasdiqlovchi asos topish kerak. Ikkinchi misol. Ayol kishi 25 yil tikuvchilik korxonasida ishlagan, bir necha yil bola parvarish bilan uyda bo'lgan. U pensiyaga chiqayotganda qaysi davrlar stajga qo'shilishi, qaysi davrlar qo'shilmasligi, qanday hujjat kerakligini bilmaydi. Agar u oldindan maslahat olsa, tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi, ishga qaytgan davrlari, rasmiy buyruqlar bo'yicha hammasini tartiblaydi. Natijada pensiya tayinlashda kamroq savol tug'iladi. 3-misol. Bir pensionerning kartasiga odatdagidan 500 ming so'm ko'proq pul tushdi. U pensiyam oshibdi deb o'yladi. Keyingi oy odatdagi summa tushdi. Aslida bu oldingi oylar uchun qayta hisoblangan farq bo'lgan. Shuning uchun men doim aytaman, pul tushsa xursand bo'ling, lekin uning mazmunini ham biling. Bankdan ko'chirma oling, pensiya jamg'armasidan izoh so'rang. Shunda asossiz xavotir ham, noto'g'ri umid ham bo'lmaydi. 4-misol. Farzand onasining pensiyasini oladi. Ona yura olmaydi, farzand bankka boradi. Bu yaxshi agar hammasi halol va hujjat asosida bo'lsa. Lekin ona qancha pensiya olayotganini bilmasa, bu xavfli. Men bunday oilalarga maslahat beraman. Har oy tushgan pul miqdorini onaga ayting. Kerak bo'lsa ko'chirma ko'rsating. Dorilar, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat xarajatlarini ochiq qiling. Pensiya bu pensionerning shaxsiy haqqi. 1 iyul sanasi atrofida har doim ko'p xabarlar tarqaladi. Kimdir pensiya oshadi deydi. Kimdir bir martalik pul beriladi deydi. Kimdir yangi tartib joriy etiladi deydi. Men sizga eng to'g'ri yondashuvni aytaman. Har qanday xabarni rasmiy manbadan tekshiring. Mahalladagi gap, Telegramdagi noma'lum kanal, bir tanishim aytdi degan gap asosida qaror qilmang. Pensiya masalasida xato ma'lumot odamni sarson qiladi. Agar haqiqatan ham 1 iyuldan yangi tartib kuchga kirsa, u odatda kimlarga tegishi, qanday shartlar bo'lishi, qay tartibda to'lanishi, qaysi hujjat kerakligi bilan birga tushuntiriladi. Siz ana shu shartlarni o'qing yoki mutaxassisdan so'rang.
Chunki hammaga keladi degan gap ko'pincha noto'g'ri bo'ladi. Ba'zi o'zgarishlar faqat ma'lum toifadagi pensionerlarga, ba'zilari nogironligi bo'lgan shaxslarga, ba'zilari kam ta'minlangan oilalarga, ba'zilari esa pensiya tayinlash jarayoniga tegishli bo'lishi mumkin. Men ekspert sifatida eng muhim ogohlantirishni beraman. Pensiya huquqi vaqtida murojaat qilishni talab qiladi. Agar sizda huquq paydo bo'lgan bo'lsa, lekin murojaat qilmasangiz, ayrim holatlarda pul keyingi sanadan tayinlanishi mumkin. Shuning uchun keyin boraman deb yurish zarar keltiradi. Ayniqsa pensiya yoshiga yetganlar, nogironlik guruhi belgilanganlar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar, o'qishda davom etayotgan farzandlar bilan bog'liq holatlarda vaqt muhim. Yana bir masala, ma'lumotlaringiz bir-biriga mos bo'lsin. Pasportda familiya boshqacha, mehnat daftarchasida boshqacha, diplomda qizlik familiyasi, nikoh guvohnomasi yo'q. Tug'ilgan sana bir hujjatda noto'g'ri yozilgan bo'lsa, tizimda muammo chiqishi mumkin. Buni oldindan tuzatish kerak. Oddiy bitta harf xatosi ham ba'zan katta kechikishga sabab bo'ladi. Men bugungi gaplarni bitta asosiy fikrga jamlayman. 1 iyuldan pensiya jamg'armasi bilan bog'liq har qanday yoqimli yangilikdan foyda ko'rish uchun sizning hujjatlaringiz to'liq, murojaatingiz aniq bo'lishi kerak. Tizim qulaylashayotgani yaxshi, lekin fuqaroning o'zi ham hushyor bo'lishi shart. Bugun qiladigan eng foydali ishingiz ota-onangizning pensiya miqdorini, stajini, bank kartasini, hujjatlarini tekshirib qo'ying. Agar o'zingiz pensiyaga yaqin bo'lsangiz, mehnat daftarchangizni va arxiv ma'lumotlaringizni hozirdan tartiblang. Agar yosh bo'lsangiz, rasmiy ishlashga, ish haqingiz qonuniy ko'rsatilishiga e'tibor bering. Chunki pensiya bir kunda paydo bo'lmaydi. U yillar davomida shakllanadi. Azizlar, bugun men sizlarga 1 iyuldan pensiya jamg'armasi atrofidagi muhim yangiliklar nimani anglatishi, kimlar e'tiborli bo'lishi, kimlar hujjatlarini tekshirishi, qanday xatolardan saqlanishi va amalda nima qilish kerakligini batafsil tushuntirdim. Eng muhimi, pensiya masalasida befarq bo'lmang. Har oy tushayotgan pulning ortida sizning yillab qilgan mehnatingiz, huquqingiz va oilangiz farovonligi turibdi. Agar sizda pensiya bo'yicha savol bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Necha yil stajingiz bor, qanday muammo bor, qaysi hujjat yetishmayapti? Men keyingi videolarda shu savollarga alohida javob berishga harakat qilaman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bu mavzu hammaga keladi. Bugun bilgan odam ertaga o'z haqqini yo'qotmaydi.